Yunusobod megaplanetni yonginasida neoklassikada qilingan 3 xonali uy qidirayotganlarga mana ajoyib variant. Kiruvishimizda koridor, chap qo'limizda o'zini katta shkafi joylashgan. Koridorimizdan chapga bo'lganimizda sanuzelimiz keladi va to'g'rimizda bo'lsa oshxonamiz joylashgan. Oshxonamiz katta va o'zini barcha kerakli jihozlarga ega. Endi keyingi xonaga o'tamiz. Keyin bo'lsa bizani katta zal kutib oladi. Zalimizni o'zini yumshoq mebellari va TV zonasi bor. Endi bo'lsa keyingi xonaga o'tamiz. Ko'rib turganingizdek, har bir xonada o'ziga mos bo'lgan chiroyli kartinkalar ilingan. Birinchi xonamiz kattalar yotoqxonasi. Keng va shinam, yorug' va shunga e'tibor bering, har bir xonada chiroyli detallar mavjud. Endi bo'lsa keyingi xonaga ketdik. Bu bizning oxirgi xonamiz. Bolalar yotoqxonasi. O'zining o'quv stoli, dam olish uchun joy va shkaflariga ega. Undan tashqari kichkina balkoni ham bor. Uyimizning umumiy maydoni 74 kvadrat metr, narxi 135 ming. Bonusiga Dubayga 2 kishilik sayohat sovg'a qilinadi. Agar uyimiz sizga yoqqan bo'lsa, tezda mana bu raqamlarga qo'ng'iroq qiling.